Aminika nitrat kislota qo'shyapti. 2.8 gram azot hosil bo'ldi. Reaksiyada qatnashgan alyumin massasini aniqlang. Hop, nimalar chiqadi? Birinchi tenglashtiraylik. Alyumin qo'shilgan nitrat kislota. Nimalar chiqadi? Alyuminiy nitrat, Aha. azot va suv. Azot plus Hop, tenglashtirsak. Alyuminiyni oldiga 10, Hop. nitrat kislotani oldiga 36, Aha. alyuminiy nitratni oldiga 10. 10. Azotni oldiga Suv 18. 18. Hop, endi 2.8 gram azot hosil bo'ldi deyapti. Reaksiyada ishtirok etgan alyumin massasini aniqlang. Ha. Hop, mana bundan 2.8 hosil bo'lganda bundan x gram sarflanadimi? Sarflanadi. Bundan 10 ta reaksiya kirishganda bundan nechta reaksiya kirishadi? 3 ta hosil bo'lyapti. Hop, 10 ta alyumin massasi 270. Ha. 3 ta azot massasi 84. 84. X topish kerak. 9. Menimcha buni tushuntirishapmiz, qayta. Yo'q. Hop, 9 ni amalga ishlaganmiz, ha? 60 gram erigan modda mavjud deyapti. Unga yana tasqaridan 40 gram qo'shildi. 100 bo'ldimi? 100 gram erigan modda bo'ldimi? Olingan eritmaning zichligi 1.6 gram taqsim litr, eritmaning titri esa 1 gram. hop 1 gram taqsim millilitr. To'ygan eritma hajmini aniqlang. Azim titr degan nima degan edi? 1 millilitr eritmada ergan. Yaxshi. Demak, hop 1 mililitr eritmada necha bor? 1 gram bormi? Ha. Bizga bunaqa necha gram bor? 100. 100 gram bo'lsa necha mililitr deb hisob beramiz? 100 ml. Tushunarlimi? Hop. 10. Fosforga sulfat kislota qo'shamiz. Aslida gapdan nima chiqadi? Fosfat kislota SO2 Aha. Suv. Tenglashtirsak. 2 ta fosfor, 5 ta sulfat kislota. 2 5 2 ta fosfat Hop, kislota. bundan ham 5 mi? Ha, 5 ta undan. Bundancha? 2 ta. Hop. 1.8 gram suv hosil bo'lgan bo'lsa, fosfor massasini aniqlang. Mana bundan 1.8 hosil bo'lyapti. 36. 36. 62 ta. Hop, fosformi? Ha. 62. 3.1. 11 hayot va tafakkur elementi qaysi? Bren. Fosfor. Fosfor, fosfor, to'g'rimi? Birini yaratgan. Hop. 12. Azot peroksidi va azot ikki oksid aralashmasida molekulalar soni atomlar sonidan 2.8 marta kam. Aralashmadagi gazlarning hajmi shuni aniqlang. Demak, molekulalar soni atomlar sonidan necha marta? 2.8 marta kam. Uni qachon tenglashtiramiz, Iroda? Qachon tenglashtiramiz? Savol. Molekula bilan atomni qachon tenglashtiramiz? Shu molekulanmasiga 2.8 ko'paytiramiz. Yaxshi. Xo'p. N2 bor, N bor. To'g'rimi? Shuni bittasini bir model belgilasa bo'ladimi? Xohlaganini. Mana ham x deb belgilasam. Xo'p, jami nechta molekula bor? Bunda bitta, bunda ikkitami? Ha. Shu teng bo'lish kerak atomlar soniga, to'g'rimi? Atomlar soni birinchisida 3 ta. 3 ta, ikkinchisida 2 ta. Hozirgi vazn uchun to'g'ri yozdimmi? Yo'q. Yo'q. Qachon teng bo'ladi molekula bilan atom? Endi mana bu 2.8 ga ko'paytirish kerak. Endi teng bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Xo'p, tenglamani ochsak. 2.8 8 plus 2.8 x teng bo'ladi 3 plus 2 2x. 0.8 x Hop. teng. 0.8x teng 0.2 mi? Ha. X teng 1 taqsim 4 mi? Ha. 0.25 mi? To'g'rimi? To'g'ri. 0.25. X deb biz nima belgiladik? Azot ikki oksidini. Xo'p, aralashmadagi gazlarning hajmini shuni toping deyapti. Xo'p, qanday topamiz endi? Figa qo'yamiz. Xo'p, fi bir marta deylik. N2 yozsam. Azot peroksidi. Xo'p, tepada 1 mi? Ha, 1. Pastda endi necha yozaman? 1.25. 1.25. Mana bu ikkoni qo'shganimizdan kelyapti. Ha. Xo'p, ko'paytirilgan 100. 80. 80. Ikkinchi martachi fi 0.25. Aha.
To'lingan 1,25. Ko'paytirilgan 100. 20. 20%. 20%. B javob. Tushunarlimi? Qayta tushuntirayman. Tushunmadi, tushuninglar. Xo'p, qarang. Bizda azot bir oksidi bor, azot ikki oksidi bor. Mana shu yerda umumiy aralashmada atomlar soni molekulyar sondan 208 marta ko'p. Tushunarlimi? Ko'p atomlar soni. Atomlar soni molekulyarlardan ko'p. Qachon endi molekula bilan atom tenglashadi? Savol. Mana bular bilan tushuntirgandik-da, aslini puli nima bo'lsa, ha, asli qanday edi? Azim qanday edi? Qanday edi? Suhbat bilan aslida pullar bitta bo'lsa, Ha. pulga teng bo'lish kerak edi. Xo'p, teng bo'lish uchun nima qilish kerak pulingni? Men pulga uydan pul olishim kerak yo pulimda ishlashim kerak. Yaxshi. Bunda ham shunday. Mana bu xo'p, molekulalar soni o'zini massasini necha marta oshirish kerak? O'zini sonini 2.8 martami? Buni 1 deb belgiladik, buni x. 1 x, to'g'rimi? Mana shuni 2.8 ga ko'paytirsamgina, buning atomlar soni bilan tenglashadimi? Xo'p, birinchisi bitta, ikkinchisi x ta, 1 x. Birinchisida nechta atom? 3 ta, ikkinchisidachi 2x ta. Mana shuni 2.8 ga tenglashtirsam, o'sha payt teng bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, tenglamini ochdik, 0.25 chiqdi. Xo'p, 0.25 degani nima degani? Mana shu yerda 0.25 nima bor? Azot ikki oksidi bormi? Shuni figa qo'yinglar. Ha, figa qo'ya olamizmi? 0.25 bir marta tepada, pastda 0.25. Ikkinchi marta bir tepada, 1.25 pastda. Tushunarlimi? Xo'p, 13. 13 qanday ishlardik? Bir tansi, bir ikki tansi. Ha, ishlaganlikda shunaqa misol. Qaysi formula qo'yamiz? Azim, Ha? qaysi formula qo'yamiz? Bir tansi, bir keyin ikki tansi. T1 taqsim T1, ana P2 taqsim. T2, to'g'rimi? 2. Xo'p. Bizlar nima so'rayapti? T2. Qanday T2? Temperatura. Xo'p. Yaxshi. Shu T2 ga o'rniga x qo'ysak bo'ladimi? Ha? X qo'ysak. Xo'p, bizlar o'tkazib buni. Xo'p, P1imiz nechi? 90, to'g'rimi? Ha. Mana. T1imiz endi necha yozamiz? 15. Ikkisi? 288. 288. Xo'p, P2. Ya'ni bosim 100 atmosfera 100 bo'ladimi? atmosfera. T2 X. x. Bo'ldi, shu x topib beringlar. O'ylamiz 91. 320. X mi? Ha? Qanday temperaturada bosim 100 atmosfera bo'ladi deyapti. 320. Ha, 320 chiqdimi? Ha. 270 dan ayiramiz. Temperatura so'rayapti, kelinglar. 47. 47. Tushunarlimi? Tushunarli. Mana bu kelvinda chiqdi-da. Xo'p, bizda temperatura so'rayotgan ekan. 270 ni ayiramiz. Xo'p. Endi buni tursa ham o'sha kerak. Siqmaydi. Xo'p, propanatni ikki qismga ajratildi. Kecha bajargan. Avval qolgan. Qanday bo'ladi propanatni formulasi? S2H. Xo'p, S2H5 aliy guruhmi? Ha, SOH. Xo'p, bu nima bo'ldi endi? Oksidlandi, to'g'rimi? Ha. Oksidlansa nima olinadi? Kislorod olinadimi? Karbon kislotalar kislorod ishtaga oshadi, to'g'rimi? Xo'p. Ikkinchi idishning birdan ikki qismi qaytardi deyapti. C2H5COH. Xo'p, endi bu qaytarsa nima olinadi? Bir atomli spirt. Xo'p, nima olinadi? Propanol. C3H7 OH. Xo'p, endi bizga aytyapti, olingan ikkita idishdagi organik moddalar o'zaro qo'shilganda 23.2 gram murakkab efir va 6 gram spirt olindi. Xo'p, bu bilan bu reaksiya kirishadimi? Qanday reaksiya kirishadi? Eterifikatsiyami? Eterifikatsiya, ha. C2H5
3H7 Xo'p, nimalar chiqadi endi? S2H5 bilan Aha. ulanib ketadi. COO. S3H7 Aha. Ilsu. Plus suv, to'g'rimi? Ha. Ha, qo'shimchasiga spirt olindi deyaptimi? Xo'p, spirt olindi degani nima degani endi? Ortib qolgan. Ortib qolgan. Mana bu C3H7OH dan ortib qolgan, to'g'rimi? Xo'p, mana bundan bir mol ishlaganda, buni bir necha edi? 116. 116. 23 dan 2 bo'ladimi bu? Ha. Xo'p, bundan ham bir mol ishlaydi, to'g'rimi? Mana. 02. Bu 02, bu 02. Endi ortib qolgan sutni miqdori necha bo'ladi? Necha gramm edi hozir? Xo'p, 6 gramm, ha? 6 ni 60 ga bo'laveramizmi? Ha. 0.1. Xo'p, jami endi spirtning miqdori boshida necha mol bo'lgan mana yerda hosil bo'lgan paytda? 0.3 bo'lganmi? 0.2 si sarflanadi-da hosil bo'lgandan keyin yana 0.1 ortib qoldi. Ana muvozanat boshlang'ich sarflanganda olardik, to'g'rimi? Demak, boshida bu yerda bundan 0.3 bo'lgan. Xo'p. 0.3 bo'ladigan bo'lsa, bundan ham 0.3 ishlaydimi shunda? Ha. 0.3 ishlaydi. Xo'p, endi qanday ishlaymiz? Olingan ikkita idishdagi organik moddalar o'zaro qo'shilganda X ni aniqlang deyapti. Birdan ikki qismi qaytarildi. Xo'p, teng ikki qismga ajratildi deyapti, to'g'rimi? Xo'p, mana bu 0.3 bo'ladigan bo'lsa, mana bundan 0.2 hosil bo'lganmi? To'g'rimi? 0.2 bo'ladigan bo'lsa, qarang. Bunda 0.2 mol oksidanib ketganmi? Endi mana bu 0.3 nechi qismi? Savol. 0.3imiz. Nechi qism oksidanib ketgan? Yoki boshida nechi mol bo'lgan bu? Mana bu 0.3imiz. Xo'p, 2 dan 1 qism oksidanib ketdi deyaptimi? Mana shu 0.3 bo'ladigan bo'lsa, shu 1 qism oksidansa bu boshida o'zi nechi qism bo'lgan? 2 qism bo'lgan. 0.6 mi? Xo'p, teng 2 qismga ajratildi degan endi nima degani? Yo'q, 0.3 emasda. Teng 2 qismga ajratildi degani mana bu yerda qancha spirt bo'ladigan bo'lsa, bu yerda mana shuncha olingan idishda degani. Tushunarlimi? Uglerod kremini misolda bor edimi? Ikkita idishga ajratilgan teng 2 qism deyapti. Xo'p, mana bundan 0.6 olingan bitta idishga o'sha 0.6 ning qanchasi oksidanib ketgan? 0.3. Lekin teng 2 qismga ajratilganda boshida oksidlanmasdan oldin bu necha bo'lgan? 0.6. Bu hamchi 0.6 bo'lganmi? Xo'p. Endi mana bu qaytarilgan qismi, to'g'rimi? Bu oksidlangan qismi. To'g'rimi? Xo'p, x ni aniqlang deyapti. Bo'lmasa mana bu ham 0.6 bo'lgan, to'g'rimi? 0.6 dan necha qism oksidlanib ketgan? 0.2 si. Xo'p, bizda masalan shart aytyapti. 2 dan x qismi oksidlanib ketgan. Mana shunday holat bir, ha, 2 dan x qismi mana bunday. X bo'ladigan bo'lsa, shuni 2 qismi oksidlanib ketgan. 0.6 ni ko'paytiramiz 2 ga. Bo'lamiz 0.2 ga. 6. Tushunarlimi? Qayta tushuntiraman. Tushunarli. Xo'p, mana shu joyda 0.6 bor edi. Shundan necha qismi oksidlanib ketgan? 0.2 si. Bizda 2 dan x qismi deyaptimi? Ya'ni har x qism bo'ladigan bo'lsa, shundan necha qismi oksidlanib ketgan? 2 qismi. Boshida bo'lmasa 6 bo'lganda. Xo'p, 15 qancha bo'ladi? Quyidagi probirkada moddalarga natriy OH eritmasi qo'shilganda qanday cho'kma hosil bo'ladi deyapti. Ajoyib. Kumush gidroksid bilan cho'kma beradimi? Kumush gidroksid bo'ladigan bo'lsa, keyin bexaro kumush gidroksid o'tib ketadimi? Rangi qora, to'g'rimi? Xo'p, 16. Kalsiy, mis, magniy metallaridan tutgan aralashma yetarli miqdordagi suyultirilgan sulfat kislotaga eritilganda 67.2 litr gaz asraldi deyapti. Nima degani bu? Qaysi bir o'zi reaksiya kirishadi? Suyultirilgan. Mis. Mis kirishadi, suyultirilgan bilan. Mis kirishmaydi, aktiv metallar kirishadi. Xo'p. Kalsiy kirishadi, to'g'rimi? Ha. Kalsiy sulfat plus vodorod. Magniy shunday reaksiya kirishadimi? Magniy qo'shilgan sulfat kislota. Xo'p, magniy sulfat plus vodorod. Mis reaksiya kirishmaydimi? Xo'p, massa nisbatini to'g'rilab olaylik. Deylik, masalan, shu yerda 1 mol mis deb hisob qilaylik.
Bir mol mis olsak necha bo'ladi? 64 bo'ladimi? Xo'p, bir mol mis deb olsak mana shu yerda. Necha moldan berilgani aytilmagan-ku. Hop, 64 bo'ladi. Hop, bizda demak 64 gram mis bor, to'g'rimi? Endi massa nisbatini to'g'rilab olishimiz kerak. Xo'p, 1, 2, 3 nisbatda deyapti. Xo'p, bo'lmasa kalsiy massasi necha bo'ladi savol? 32. 32 bo'ladimi? Nima uchun? 2 marta kichikmi? Misli massasidan 2 marta kichikmi kalsiy massasi? Massa shartida? Ha. Demak, kalsiy 32 gram bo'lgan. Mana. Xo'p, magniyda necha gram bo'lgan? Savol. 64, 96. 96 bo'lganmi? Chunki nima uchun? 1,5 marta kattami? Magniyning massasi bu yerda, massa shartida. Bunday ko'p turibdi. Har 2 dan 3 to'g'rimi? 2 ta kalsiy bo'lganda, 2 gram kalsiy bo'lganda necha gram magniy bo'lyapti? 3 gram. 64 gram bo'lganda mana. Ikkisidan 3 bo'ladigan bo'lsa 64 dan qancha deb savol beryapti? 96 bo'ladimi shunda? Mana shuni aytyapti. Xo'p, bundan 96 ishlab ketgan. Endi hosil bo'lgan gazlarni topishimiz kerak. Mana bundan 40 gram ishlasa, bundan 1 mol, 32 gram ishlasa necha mol bo'ladi? 0,8 mol gaz atrofida. 8 bo'ladi. Xo'p. Bundan 24 bo'lganda bundan 1 mol, x mol bo'lganda 4. 4. 4 mi 3 mi? 4. 4 da. Xo'p, option necha mol gaz atrofida? 4.8. 4.8. Xo'p, bizdan aralashmadagi nimani so'rayapti? Necha gram qoldiq erimay qolgan deyapti. Nima qoldi bu yerda? Nima uchun biz? Reaksiya pishmayapti, to'g'rimi? Necha mol olganmiz? 1 molmi? 1 molimiz 64 mi? 64 gram biz olganimizda necha mol gaz hosil bo'ldi? 4.8. Xo'p, bizda necha mol gaz bor endi? 67.2 degani 3 molmi? 3 mol gaz bo'lganda qanchamiz erimay qolgan deb savol beramiz? 40. 40. Tushunadimi? Qayta tushuntirayman. So'ranglar. Ashura tushundingizmi? Yana kim? Aslidan tushundingmi? Xo'p, qara. Mana bu yerda 1 mol misoldik o'zimizdan 64 bo'lamasiz. To'g'rimi? Massa nisbatlarimiz 1, 2, 3. Mana shu 64 nechi qism? 2 qismmi? Bo'lmasa kalsiyning massasi undan 2 marta kichik bo'ladi, to'g'rimi? 1 2 nisbat deyapti. 2 marta kichik bo'lsa 64 2 ga bo'lsang 32 bo'ladimi? Keyingisi magniyning massasi 3 deyapti. Kalsiyning massasi har 2 bo'lganda magniyning massasi necha bo'ladi? 3 bo'ladi. 64 bo'lganda 96 bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p, mana bu 40 gramidan 1 mol gaz ajratilsa 32 sidan 0.8 ajratiladi. To'g'rimi? Buni 24 dan 1 mol ajratilsa 96 dan necha ajraladi? 4 mi? Option 4 plus 0.8. 4.8 ajraladimi? Qachon? Erimay qolgan qoldiq massasini toping degan. Necha mol erimay qolgan qoldiq bor edi? 1 molmi? 1 mol massasi necha? 64 mi? Xo'p, 64 gram erimay qolgan qoldiq bo'lganda necha bor? 4.8. Bizga massa shartida necha mol ajralyapti? 3 mol gaz ajralyaptimi? 3 mol bo'lganda qancha deyapmiz? 40 chiqyapti. Tushundingmi? Xo'p. O'ynayapti bir fikr beringlarchi. Yaxshi, o'tgan misol. Endi misolni ochib beradigan joyi, xo'p. A va B moddalar tarkibidagi uglerodlarning massa ulushi teng deyapti va aktivlangan ko'mirdan o'tkazilyapti. Bilinglar, qani qaysi mavzuimiz aktivlangan ko'mir bo'yicha misol ishlagandek. Benzol olinardi. B moddamiz Qaysi mavzuda? ko'mirni gazifikatsiya. Yo'q, bu yaxshi to'g'ri gapirgan edi. Benzol deyapsan-ku. Trimerlardikda. Nimani trimerlaymiz? Vinilda. Yo'q. Nima aytadi? Etilenda. Etilin. Astilen bor edimi? Ikki xil holati bor edi, to'g'rimi? Ammo ixtiyoriy holati bor edi, ko'mir edi. Xo'p, uglerodning massa ulushi teng degan necha mol astilen olgan? O'zi trimerlanishi necha mol astilen qatnashadi? 3 mol. 3 molmi? Xo'p, qarang. Biz boshida 3 mol astilen olsak, C2H2, undan necha mol benzol olinadi? 1 molmi? C6H6. Mana shu yerda uglerodning massa ulushi tengmi? Qayerdan bilamiz? Massalar teng bo'lsa, massa ulushi teng bo'ladimi? Ha. 3 kare 2 6. Bu yerdan 6 ta.
Xo'p, buni ham emirni hisoblasangiz 78 mi? Bittasi 26 bo'lsa, uchtasi 78. Buni ham emir 78 mi? Tengmi? Demak, biz moddani topdik. Xo'p, aqsildan nima olingan? Benzol olingan. Xo'p, endi benzolga nitrat kislota qo'shib ber deyapti. D modda bilan suv hosil bo'lgan. Nitrollanishi qanday bo'lar edi benzolga? C6H6 qo'shilgan xo'p nitrat kislota. NO2lar 3 ta joyga borib birikadi. Yo'q, birdan endi 3 ta joyga birikish uchun mana bu 3 mol deb berish kerak. 3 mol bermayapti-ku. Demak, birinchi bosqich. Bitta NO2. Ha, nima hosil bo'ladi? C6H5 NO2 Nitrobenzol. suv. Demak, D moddamiz nima? Nitrobenzolmi? Ha. Nitrobenzolga nima qo'shyapti? Vodorod. Aytgan qani buni ham o'tamiz. C6H5NO2 qo'shilgan vodorod. Nima olinadi? Tanish modda. Endi bitta vodorodimiz S6H6 bo'lib, keyin NO2 ni olib ketamiz. NH2. Aynan. C6H5 NH2 chiqmaydimi? Plus Ha. suv. To'g'rimi? Mana shu moddaning nomi nima edi? Aromatik xalqaro turar edimi? Aromatik amin. Aromatik amin nomi nima? Anilinmi? Ha. Bromli suv bilan reaksiya bo'lardi, 3 mol brom bilan reaksiya bo'lardi, to'g'rimi? Brom bilan reaksiya bo'lar edi-ku. Bromli suv emas, bromli o'zi bilan. Xo'p, mana shu modda bo'yoqlarga qarshi bo'yoq ishlab chiqarishda ishlatiladi. Ma'lumot uchun mana shu anilin bo'yoq ishlab chiqarishda. Demak, bu qaysi oila vakiliga kiradi? Aromatik aminmi? Ha. Qaysi javob? Sejov. Esdan chiqib ketdi ko'pchilikka. Lekin bu yerga D modda haqida to'g'ri javobni aniqlanyapti-ku. D moddadami? Ha. Xo'p, D moddamiz nima bo'lar bo'lmasa? D moddamiz nitrobenzol bo'libdi. S6H5NO2. Xo'p, nitrobenzolmi? Ha. C javob chiqarib tashlaymiz. 15 ta atom molekula. Xo'p, molekulasida 15 ta atom bor deyapti. Bunda 15 ta atom bormi? 6-5. Xo'p, 11, 13, 14 ta. 14 ta. A javobim noto'g'ri. Xo'p, molekyular massasi 96 deyapti. 93 deyapti. 123. 123 mi? Ha, molekyular massasi. D javob ekanda. D modda haqida so'rayotgan ekan, biz E modda haqida gapiramiz. Xo'p, 18 mi? Qanday usulni so'raydi 18 ga? Jasmin aytaqan. Sulfat kislotaga aylantiradi. Xo'p, formulani so'raydimi? Nima qilamiz? 100 minus Aha. 30 keyin ko'paytirilgan 1.225 Ko'paytirilgan ko'paytirilgan 30. necha foiz sulfat kislotda? Bir yuz olti butun 75. 106,75. Bu nima degani? Mana shu 30% olaymi o'rniga mana shu sulfat kislotani ishlab ber deganmi? Xo'p, 30% olaymi hozir bo'ldi degani diagonalda turishi kerak, to'g'rimi? Diagonalda endi 30% olaymi o'rniga nechani qo'yamiz? 106,75. Aha. Xo'p, bir tarafiga endi nechani qo'yamiz? 91. 91. Endi xususiy yordam qilgan foizini so'raydi, to'g'rimi? ESO uchun doimo nechaga teng? 122,5. Ayiramiz endi 106,75 ayrilgan 91. Yuqorisi 15,75. 15,75 15,75. bu yomon. Ha. 15,75. Xo'p, bizdan necha gram SO3 eritish kerak deyapti. Mana bundan x qilishimiz kerak, to'g'rimi? Bundan 100 gram bo'lganda javobimiz qayta 100 chiqadimi? 100. Tushunarli bo'lgancha. Olayman usti o'tilgan-ku. Mana 91 qo'ydik bir tarafga. 122,5 tushunarli. Endi mana formulani yodda qo'yish kerak, to'g'rimi? Olayimni nimaga aylantirish? Sulfat kislotga aylantirish. 100 minus 2 ko'paytirilgan 1,225 ko'paytirilgan 2, to'g'rimi? 100 dan 30 ni ayirdik. Plus 1,225 ko'paytirilgan 30. Xo'p. 19 morfin deb ataluvchi modda tarkibidagi jami kimyoviy bog'lar soni aniqlanadi. Kim aytadi? Kislorodlar soni Xo'p, bu jarayonda necha valentli? 4. 17 4 ga ko'paytiramiz. Vodorod bir valentlimi? 19 1 ga ko'paytiramiz.
Azot necha valentli doim bu yerda? 3 valentli bo'ladimi? Ko'pincha. Hop, 3 ko'paytirilgan 1. Kislorodchi 2 valentlimi? 2 valentli. 3 ko'paytirilgan 2. 68 bu. Hop, mana necha? 68. 19, 3, 6. Yig'indisi 96. 96. Har bir bog'ni hosil qilish uchun ikkitadan ortda qatnashar edimi? Ha, 2 ga bo'lib olsak, 48. tushundikmi? Uglerod 4 valentli, vodorod 1 valentli, azot 3 valentli, kislorod 2 2 valentli. valentli. Faqat mana tartiblarni yozishimiz kerak edi.